Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsizlik qilinglar, ekranimiz bo'lsin. Turkiya televiziya kanali Xitoyning kutganining aksiga irqiy qirg'inchilikni fosh qildi. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun oldingi hafta Turkiyadagi Millat gazeti, So'zchi gazeti, Cumhuriyet gazeti qatorliq axborot organlarining muxbirlari CNN Turkcha kanali riyosatchisidan tashkillangan 8 kishilik hay'atni saxta tashviqot ziyoratiga o'rinlashtirgan edi. Ammo CNN Turkcha kanalining riyosatchisi Bushra Arslantash Xitoyning kutganining aksiga ziyorat jarayonida erishgan ma'lumotlar orqali maxsus xabar ishlab, Sharq Turkistondagi ig'ir vaziyatni kuchli tariqada fosh qildi. CNN Turkcha kanalida bugun tarqatilgan maxsus xabarda riyosatchi Bushra Arslantash ziyorat jarayonini boshdan oxir bayon qilgan bo'lib, u safardan burun Xitoyning Anqaradagi bosh elchisini ziyorat qilib, bu qatimliq safarning qanday o'rinlashtirilganligini so'ragan. Xitoy elchisi uning Sharq Turkistonda har soha ommasi bilan yuztirani ko'rishib, atalmish haqiqiy ahvolni tekshiralaydiganligini da'vo qilgan. Bushra Arslantashning bayon qilishicha, ziyorat jarayonida 3 Xitoy xodim hay'atning har bir so'z harakatini boshdan oxir videoga elib mangan. Hay'at 27-oktyabr Xitoy xodimlarining o'rinlashtirishi bilan atalmish Islom dini institutini ziyorat qilgan. Riyosatchi millati Uyg'ur bo'lgan institut mas'ulidan diniy asabiylikning o'lchami nima deb so'raganda, u namoz o'qimaganlarni musulmon emas deydigan qarash diniy asabiylik hisoblandi deb to'mtaqli javob bergan. O'quvchilarning soqol qo'yishi cheklanamdi deb so'raganda bo'lsa, zamonaviy kiyinish uchun o'quvchilardan maktabning aloqador qoidasiga bo'ysunishni talab qiladiganligini, ammo o'qish bitirgandan keyin ixtiyoriy ekanligini da'vo qilgan. Hay'at yana institut ichidagi masjidni ziyorat qilgan. Bushra Arslantash institut mas'ulidan Sharq Turkistonning har qaysi joylarida 18 yoshdan kichiklarning masjidga kirib namoz o'qiy olmaydiganligini so'raganda, institut mas'uli huduqib sirtdikilar haqida ma'lumotim yo'q degan. Ayollar masjidga kirib namoz o'qiy olamdi degan savolga bo'lsa, men hozirga qadar hech ko'rib boqmadim. Ular asosan uyida deb javob berishdan o'zini qochirgan. Riyosatchi yana Sharq Turkistonda xalqning masjidlarga kirib namoz o'qiy olmaydiganligi haqidagi fikrlarning mavjud ekanligini aytganda, mas'ul xalqlar namoz vaqti kelganda kirib namoz o'qiy oladi deb yolg'on so'zlagan. Bushra Arslantashning aytishicha, ular Urumchidagi xalqaro cho'ng bozor va kechlik bozorlarni ziyorat qilganda bir qism Uyg'urlar bilan ko'rishish, tarjima abdidonlari orqali paranglashish fursati bo'lgan. Ammo ular bilan paranglashgan Uyg'urlar tamoq, kiyim-kechak haqida qizg'in paranglashgan bo'lsa-mu, Xitoyning qoida tuzumlari, siyosatlari haqida so'ralganda til to'salg'usini sabab qilib yoki kulib qo'yib javob berishdan o'zini qochirgan. Bushra Arslantash yana hay'atning atalmish Xinjiang radio televiziya stansiyasini ziyorat qilganda, Xitoy xodimlarining bu tashviqot organining xizmat maqsadini yushirib o'ltirmaganligini, ya'ni Xitoy Kompartiyasining Xitoy rejimining yo'l yo'riqlarini ovozini ommaga to'liq, unumli yetkazish uchun xizmat qiladiganligini aytganligini, butun taratquv organlarining Xitoy rejimi tomonidan kontrol qilinadiganligini bayon qilgan. Ziyorat o'miki yana atalmish Xinjiang universitetini ziyorat qilgan bo'lib, bu jarayonda birma o'quvchi bilan ko'rishish, ziyorat qilish imkoniyati bo'lmagan. Xabarning bu qismida 2017-yili Xitoy tarafidan qo'lga olinib, tuhmat bilan o'lim jazosiga hukm qilingan, hozirgacha xabari bo'lmagan universitetning sobiq mudiri professor Toshpo'lat Tiyibmo maxsus tilga ilingan. Ular yana Urumchidagi atalmish terrorlikqa qarshi turish ko'rishi muzeyini ziyorat qilgan bo'lib, Xitoy mas'ullari burunqi iboralarni takrorlab, Sharq Turkistondagi xalqning navbatda boy-bayashotlik, xotirjamlik ichida yashayotganligi haqida jar solgan. Bushra Arslantash xabarda yana turkiyalik jurnalist Taha Qilinchning Sharq Turkiston sayohatnomasi nomli yangi kitobini va uning bir qism ziyoratlardagi bayonlarini alohida qayd qilib o'tgan bo'lib, xuddi Taha Qilinchning aytganidek, Sharq Turkistondagi bozorlarda pichoq qing'roqlarning zanjirlanganligini, Xitoy mas'ullarining buning bexatarlik tadbiri ekanligini aytibla, ortiq tushuncha berishdan o'zini qochirganligini aytgan. Mazkur xabarda yana Sharq Turkistonning qisqacha tarixi bayon qilingan.
Jumladan Xitoyning 1955-yili atalmış Uyg'ur avtonom rayoni ta'sis qilganligi, ammo buning faqat qog'oz yuzida qolganligi hozirga qadar Xitoy rejimining bevosita qattiq kontrolligida ekanligidek bayonlar qistirib o'tilgan. Maxsus xabarda yana Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqining bir qism namoyishlarining ko'rinishlari qistirilgandan sirt, mutaxassislarning Sharq Turkiston masalasi haqidagi analizlari, tavsiyalari, chaqiriqlarining o'rin olishi xabarning qimmatini texmo oshirgan. Xitoy oldingi oyda Turkiyadagi bir qism Xitoyparast jurnalistlarni Sharq Turkistonda soxta tashviqot ziyoratiga o'rinlashtirib, o'zi haqida ijobiy tarafdan so'zlatkizgan edi. Ammo bu qitimliq soxta tashviqot ziyorati Xitoyning kutganining aksiga natija berib, Turkiya taratquv organiga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni fosh qilish fursati yaratib berdi. Xitoy Angliyadagi universitetning Sharq Turkiston masalasini tadqiq qilishiga to'sqinlik qilgan. Xitoyning bir Angliya universitetining xodimlariga tahdid selib va parokanda qilib, inson haqlari masalasi haqidagi sezgur tadqiqotlarni to'xtatqizmoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Angliya taratquv organi BBC aloqador hujjatlarni tekshirish orqali bugun e'lon qilgan maxsus xabarida bu haqdagi tafsilotlarni oshkorladi. Xabarda qayd qilinishicha, Sheffield Hallam universitetining Xitoy masalalari bo'limi Xitoy bexatarlik xodimlarining tahdidlariga duch kelgan. Xitoy xodimlari ulardan davomlashayotgan tadqiqotni to'xtatishni talab qilgan. Mazkur universitetning to'r bekatlari navbatda Xitoyda cheklangan. Sheffield Hallam universitetining inson haqlari va qo'l amgaki masalasi professori Laura Murphy Xitoyning ig'ir to'sqinligiga uchragan. 2024-yilning oxirida Xitoy rejimining besimi va Sheffield Hallam universitetiga qarshi tuhmat xarakterlik arz sababli universitet rahbarligi professor Laura Murphy va uning tadqiqot guruhi tayyorlagan Uyg'ur majburiy amgakiga aloqador dokumentni e'lon qilmaslikni qaror qilgan. 2025-yilning 5-ida universitet mas'ullari yana professor Laura Murphyga Xitoyning ta'minlash zanjiri va majburiy amgak jinoyati haqidagi tadqiqotlarni davomlashtirmasligini aytgan. U universitetning o'zining akademiyalik erkinligini qo'g'dash mas'uliyatini ado qilmaganligi uchun qonuniy harakatga o'tgan va universitetdan aloqador ichki hujjatlarni topshirishni talab qilgan. Professor Murphy BBCning ziyoratini qabul qilib, Sheffield Hallam universitetining Xitoy o'quvchi bozoriga erishish uchun uning akademik erkinligini qurbon qilganligini aytgan. Ammo hozir Sheffield Hallam universiteti professor Laura Murphydan kechirim so'ragan va uning xizmatini qayta boshlay oladiganligini aytgan. Bir bayonotchi universitetning mazkur qarorining ayni vaqtdagi murakkab vaziyatlarni tushunishga asosan chiqarilganligini aytgan. Sheffield Hallam universiteti Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida ko'plagan dokumentlarni tayyorlagan organlardan biri hisoblandi. Jumladan Xitoyning ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy amgaki masalasi, majburiy amgakka chetilgan Yevropa shirkatlari, Sharq Turkistondagi diviziyalarning irqiy qirg'inchilik ijro qilishdagi roli qatorliq masalalar haqida bir turkum nufuzli dokumentlarni e'lon qilgan edi. Undan boshqa bultur Sheffield Hallam universiteti bilan Bostonga joylashgan Sharq Shimol universiteti birlikda Uyg'ur majburiy amgakiga chetilgan ta'minlash zanjirini aniqlab chiqadigan ta'minlashni o'z qo'g'lash nomli bir sun'iy aql qurol yasab chiqqan edi. Amerika Xitoy bilan harbiy aloqa qanali ochilganligini bildirdi. Amerika urush ministri Pete Hegseth oldingi shanba Xitoy mudofaa ministri Dong Jun bilan o'tirg'i chiqqisi har qanday masalani hal qilish va surkilishni pasaytish uchun harbiy saviyada aloqa kanallarini ochish to'g'risida birdaklik hosil qilganligini bildirdi. Pete Hegseth X hisobida bu to'g'riliq e'lon qilgan bayonotida tinchlik, muqimlik va yaxshi munosabatlarning har ikki davlat uchun eng yaxshi yo'l ekanligini ta'kidlab, Prezident Trump aytgandek ikki davlat guruhi yig'ini Amerika bilan Xitoy uchun uzun muddatli tinchlik va muvaffaqiyatning asosini turg'izib berdi. Urush ministrligimi o'xshash ishni qiladi. Ya'ni kuch orqali tinchlik o'rnatib, o'zaro hurmat qilish asosida munosabatlarni texmi mustahkamlaydi, deb yozdi. Dong bilan Hegseth juma kuni Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi davlat mudofaa ministrlari yig'ini jarayonida ko'rishgan. Amerika prezidenti Donald Trump payshanba kuni Janubiy Koreyaning Busan port shahrida Shi Jinping bilan ko'rishgan edi. Trump bu uchrashishni ikki davlat guruhi yig'ini deb atagan edi.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.